Assalomu alaykum. Barakal dasturxon kanaliga xush kelibsiz. Azizlar, sizlar bilan sog' salomatlikda yana uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan birgalikda qaymoqqa kabob pishiramiz. Qaymoqqa kabobni men uyda 2-3 marta pishirib ko'rdim. Buni men Instagramda ko'rgan edim. Juda mazali bo'ladi ekan. Shuning uchun ham sizlarga ham ilinib pishirib ko'rsatishni xohladim. Avval go'shtimizni yupqaroq qilib to'g'rab olamiz. Keyin esa yirikroq somon shaklida to'g'rab olamiz. Mana unga tuz sepamiz. Keyin murch, zira sepib yaxshilab aralashtirib olamiz. Azizlar, sizlar agar kanalimizda birinchi bo'lsangizlar, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosishni unutmanglar. Roliklarimiz yanada ko'proq aylanish uchun esa like tugmachasini bosishni juda istardim. Bosishlaringizni ana endi siz tovaga xohlagan yog'ingizni ishlatishingiz mumkin. O'simlik yog'i, paxta yog'i yo sari yog'. Men ozgina sari yog' ishlatdim. Ana shu tarzda tavamizni qopqoqini qo'yib qovurib olamiz. Mana go'shtni suvi chiqib, xil bo'lib pishishni boshladi. Endi yana ozgina qovurib olib, yarim piyola suv qo'shib, yana qovurishga qo'yamiz. Suv singib ketguncha. Ana endi go'shtimiz tayyor bo'lincha piyozni parrak-karrak qilib to'g'rab olamiz. Ana endi go'sht soladigan idishimizga uni bezatib olamiz. Salat bargi, ukrop, kenza bilan ularni terib chiqamiz. Bir taraflama qilib. Mana salat bargi ustidan pomidorni ham chiroyli qilib bo'lib, piyozlarni ham terib chiqamiz. Ana endi go'shtning suvi ketibdi. Endi bunga 3 qoshiqmi 4 qoshiqmi qaymoq solamiz. Mana qaymoqni yaxshilab aralashtirib, olovini pasaytirib 10 daqiqa qopqog'ini yopib qo'yamiz. Go'shtga qaymoqni ta'mi urib, juda mazali bo'ladi. Mana qaymoqqa kabobimiz tayyor bo'ldi. Endi uni alohida likopchaga olib olamiz boshda. Go'shtni alohida va selini alohida kasachaga solib olamiz. Mana tayyor go'shtlarimizni chiroyli qilib likopchaga terib
dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Siz ham albatta pishirib ko'ring. Mana go'shtlarni taxlab oldik. Ustidan esa 1-2 cho'mich mana go'shtni selidan solamiz. Juda mazali bo'ladi. Siz ham albatta qaymoqqa kabobni pishirib ko'ring. Bu sizga albatta yoqadi. Men esa sizlarga yoqimli ishtaha tilab, yana uchrashguncha deb qolaman.